Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan bir masalani muhokama qilamiz. Agar ushbu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, juda katta pulingizni, ehtimol, yillar davomida olib kelgan ijtimoiy to'lovlaringizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Bu ogohlantirish emas, bu haqiqat. Hozir gapiradiganlarim har bir fuqaroga tegishli, ayniqsa keksa yoshdagilar, nogironligi bor shaxslar va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun bu juda muhim. Vaqtingizni zoyi ketkazmasdan, hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizni hayotiy muhim ma'lumot kutmoqda. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Azizlar, bilasiz, davlatimizda ijtimoiy himoya tizimi doimiy ravishda takomillashtirib boriladi. Ilgari ko'pchilik ijtimoiy nafaqalar, pensiya qayta hisob-kitoblari va boshqa davlat tomonidan beriladigan moddiy yordamlar an'anaviy usulda, ya'ni qog'oz shaklidagi arizalar, arxiv hujjatlari va mahalliy davlat organlari orqali amalga oshirilardi. Misol uchun, pensiyaga chiqish uchun siz ko'plab tashkilotlardan ma'lumotnomalar egardingiz, ularni pensiya jamg'armasiga olib borib topshirardingiz. Sizning ishingiz, stajingiz, oylik maoshingiz haqidagi ma'lumotlar ko'pincha qog'oz ko'rinishida saqlanardi. Bu esa ma'lumotlarni tekshirishni, qayta hisob-kitoblarni ancha murakkablashtirardi va ko'p vaqt talab qilardi. Ba'zan hujjatlar yo'qolishi, arxivlarning yopilishi yoki keraksiz sansalorliklar tufayli odamlar o'zlariga tegishli bo'lgan pulni olishda qiyinchiliklarga duch kelishardi. Tizim ancha markazlashmagan edi, ma'lumotlar turli idoralar o'rtasida to'liq almashinmas edi. Bu esa ba'zan adolatsizliklarga, xatolar va tushunmovchiliklarga ham olib kelardi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini to'liq raqamlashtirish yo'nalishida katta qadamlar tashlamoqda. Maqsad barcha ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va imtiyozlarni bitta yagona elektron platformaga o'tkazish, aholiga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, shaffoflikni ta'minlash va korrupsion holatlarga barham berish. Endi sizning barcha ma'lumotlaringiz, ishingiz, pensiya stajingiz, oylik maoshingiz, olgan nafaqalaringiz, davlatdan olgan boshqa yordamlaringiz yagona elektron bazada jamlanadi. Bu sizga qulaylik yaratadi, sababi endi ortiqcha hujjat yigib yurishingiz shart emas. Lekin bu o'z navbatida jiddiy bir mas'uliyatni ham yuklaydi. Bu raqamlashtirish jarayonining muhim qismi shundaki, ilgari qog'oz shaklida mavjud bo'lgan yoki ma'lumotlari to'liq bo'lmagan barcha fuqarolarning ma'lumotlari yangi tizimga kiritilishi shart. Davlat tomonidan ushbu jarayonni yakunlash uchun aniq bir muddat belgilangan. 2026 yil 1 may. Aynan shu muddatgacha siz o'zingizning barcha ma'lumotlaringizni tasdiqlashingiz, zarur bo'lsa yangilashingiz, yangi arizalar taqdim etishingiz kerak. Agar siz buni qilmasangiz, yangi raqamli tizim sizni mavjud emas deb hisoblaydi va natijada sizga to'lanadigan har qanday turdagi davlat to'lovlari, jumladan pensiya, nafaqalar yoki moddiy yordamlar avtomatik ravishda to'xtatiladi. Bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu juda muhim nuqta, azizlar. Batafsil tushuntirish, nimalarni bilishingiz kerak? Kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas? Keling, endi bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Nima uchun aynan 2026 yil 1 may? Bu muddatgacha nima qilish kerak? Kimlar bu haqda qayg'urishi shart va kimlar biroz xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, kimlar uchun bu ogohlantirish eng muhim? Bu birinchi navbatda ilgari davlat tomonidan belgilangan nafaqalar, pensiyalar, moddiy yordamlar olgan yoki kelajakda olish kerak bo'lgan, ammo ma'lumotlari qog'oz shaklida saqlanayotgan fuqarolarga taalluqlidir. Ayniqsa yoshi kattalar, eski usulda ish stajini hisoblanganlar, qog'oz mehnat daftarchalari bor bo'lganlar, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar oilalari, kam ta'minlangan oilalar, sizlar uchun bu juda dolzarb. Misol tariqasida Farhod aka 1960 yilda tugilgan. U kishi 1980 yildan 2000 yilgacha bir zavodda ishlagan, keyin esa mustaqil tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Farhod aka 2020 yilda pensiyaga chiqqan va pensiyasini olib kelmoqda. Uning ish staji bo'yicha ma'lumotlar asosan qog'oz shaklidagi mehnat daftarchasida va arxiv hujjatlarida mavjud. Yangi tizimga Farhod akaning ma'lumotlari avtomatik tarzda to'liq kirmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni uning pensiyasi hozir to'lab berilayotgan bo'lsa-da, 2026 yil 1 maydan keyin agar uning ma'lumotlari raqamli bazaga to'liq kiritilmagan bo'lsa,
tizim uni ro'yxatdan o'tmagan shaxs deb hisoblashi mumkin. Natijada u kishi pensiyasiz qolishi mumkin. Uning hozirgi pensiyasi kuniga 1.200.000 so'm bo'lsa, u kishi uchun bu katta yo'qotish bo'ladi. Farhod aka o'zi pensiyani olib turgani uchun menda hamma narsa joyida deb o'ylashi mumkin. Ammo aynan mana shunday holatlar xavfli hisoblanadi. Yana bir misol Dilorom opa. U kishi nogironligi bo'lgan shaxs va davlatdan har oy nafaqa oladi. Dilorom opaning nogironligi bo'yicha hujjatlari 2010 yilda rasmiylashtirilgan. Yangi tizimga uning nogironlik toifasi, muddati va nafaqa miqdori haqidagi ma'lumotlar to'liq va aniq kiritilganligini tasdiqlash kerak. Agar Dilorom opa bu ma'lumotlarni yangi tizimda tekshirmasa yoki kerak bo'lsa, qayta rasmiylashtirmasa, 2026 yil 1 maydan so'ng uning nafaqasi to'xtatib qo'yilishi mumkin. Uning uchun oyiga 700.000 so'm nafaqa juda muhim moddiy yordam hisoblanadi va uni yo'qotish og'ir ahvolga solib qo'yadi. Endi kimlar nisbatan kamroq tashvishlanishi mumkin? Bular asosan so'nggi yillarda, ya'ni taxminan 2020 yildan keyin pensiyaga chiqqan yoki nafaqa olgan shaxslar. Chunki shu davrdan boshlab davlat idoralarida raqamlashtirish jarayonlari faol olib borildi va ko'pchilik ma'lumotlar avtomatik ravishda elektron bazaga kiritilgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, hozirda rasmiy ish joyida ishlayotgan, oylik maoshini bank kartasiga olayotgan, mehnat daftarchasi elektron shaklda yuritilayotgan yoshlar va faol ishlaydigan fuqarolar ham hozircha xotirjam bo'lishlari mumkin. Ularning ma'lumotlari ko'pincha elektron tizimlarda aks etadi. Biroq bu mutlaq kafolat emas. Har kim o'zining shaxsiy ma'lumotlarini tekshirib ko'rishi ortiqchalik qilmaydi. Aksincha, bu xotirjamlik garovi bo'ladi. Yana bir nuqta, agar siz davlatdan biron bir to'lov, nafaqa yoki imtiyoz olayotgan bo'lsangiz, lekin hozirgi holatda o'zingizning ma'lumotlaringiz elektron bazalarga to'liq kiritilganiga ishonchingiz komil bo'lmasa, demak sizga bu masala eng ko'p tegishli. Bunga misol qilib, ko'p yillar davomida chet elda ishlagan va yaqinda O'zbekistonga qaytib kelgan fuqarolarni keltirish mumkin. Ular pensiya yoshiga yetgan bo'lsalar ham, ularning ish staji haqidagi ma'lumotlar O'zbekistondagi tizimlarda yo'q bo'lishi mumkin. Ularga o'z stajini tasdiqlovchi hujjatlarni yigish va 2026 yil 1 maygacha tegishli organlarga topshirish zarur. Agar ular buni qilmasalar, pensiya olish huquqidan mahrum bo'lishadi. Umuman olganda, agar siz davlat menga nimadir to'laydi yoki davlatdan kelajakda nimadir olishim kerak deb o'ylasangiz, bu masala sizga tegishli. Istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va nozik jihatlar. Bu yangi tizimga o'tish jarayonida bir qator istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va diqqat qilinishi lozim bo'lgan nozik jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni ko'p bosh og'riqlardan xalos qiladi. Birinchi istisno, ayrim shaxslarning ma'lumotlari avtomatik tarzda yangi tizimga o'tkaziladi. Kimlar? Masalan, 2020 yildan keyin pensiya tayinlanganlar, shuningdek, davlat organlarida rasmiy ish staji elektron hisobga olingan shaxslar. Lekin hatto ularning ham ba'zi hollarda qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishlari talab qilinishi mumkin. Masalan, ayrim davrlar uchun oylik maoshlari haqidagi ma'lumotlar eski tizimda noto'g'ri kiritilgan bo'lishi yoki umuman kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorining kamayishiga yoki qayta hisob-kitob qilish zaruratiga olib keladi. Misol uchun, Gulnora opaning ishi, u 2021 yilda pensiyaga chiqqan, lekin uning 1990-1995 yillardagi ish staji bo'yicha ma'lumotlar elektron bazaga to'liq kiritilmagan. Uning pensiyasi hozir to'lab berilayotgan bo'lsa-da, bu davr hisobga olinmagani tufayli uning pensiyasi kamaytirilgan holda to'lanmoqda. Agar u 2026 yil 1 maygacha bu xatolikni tuzatish uchun hujjatlarni taqdim etmasa, keyinchalik bu davr uchun hech qanday qayta hisob-kitob talab qila olmaydi. Chunki uning arizasi belgilangan muddatdan keyin berilgan hisoblanadi. Ikkinchi kutilmagan qiyinchilik hujjatlarni topish. Ko'pchilik eski hujjatlarni, masalan, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalarni, oylik maoshlar haqidagi arxiv hujjatlarni yo'qotib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ba'zi korxonalar yopilgan, arxivlar buzilgan yoki ma'lumotlar arxivlarga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda fuqarolar ushbu ma'lumotlarni tiklashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu jarayon vaqt talab qilishi va sabr-toqatli bo'lishni talab etadi. Masalan, 1980 yillarda bir zavodda ishlagan Dilshod aka zavod yopilgandan keyin o'z hujjatlarini topa olmadi. Endi u kishi pensiya yoshiga yetgan, lekin ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar yo'q.
U sud orqali stajini tasdiqlashga majbur bo'ladi. Bu esa ancha uzoq muddatli jarayon. Agar u bu ishni 2026 yil 1 maydan keyin boshlasa, pensiya olish muddati yana orqaga surilib, o'ziga tegishli to'lovlardan mahrum bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat elektron imzo va onlayn arizalar. Yangi tizimda ko'plab arizalarni onlayn tarzda elektron hukumat portali orqali yuborish imkoniyati yaratilgan. Buning uchun sizda elektron imzo bo'lishi shart. Agar sizda hali imzo bo'lmasa, uni oldindan olib qo'yishingiz kerak. Imzo olish uchun ham ma'lum bir jarayondan o'tish talab etiladi. Ko'pchilik keksa yoshdagilar yoki texnologiyadan uzoqroq bo'lganlar uchun bu qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ular yaqinlardan yordam so'rashlari yoki mahalliy davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Agar imzo bo'lmasa, onlayn xizmatlardan foydalana olmaysiz va hujjatlarni faqatgina an'anaviy usulda, ya'ni shaxsan borib topshirishga majbur bo'lasiz. Bu esa vaqt va ortiqcha sarsongarchilikni keltirib chiqarishi mumkin. 4-chi kutilmagan holat noto'g'ri ma'lumotlar. Yangi tizimga ba'zan noto'g'ri yoki xato ma'lumotlar kiritilishi mumkin. Masalan, ismingizda, familiyangizda imloviy xatolar, tugilgan sanangizda noto'g'ri raqamlar, ish joyingiz nomida xatoliklar bo'lishi mumkin. Bu kabi kichik xatolar ham kelajakda to'lovlarni olishda muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning ma'lumotlaringizni tekshirishda juda e'tiborli bo'lishingiz va har bir xatoni zudlik bilan to'g'irlashingiz kerak. Misol uchun, agar sizning pasportingizda Aliyev Azim deb yozilgan bo'lsa, lekin tizimda Aliyev Aziz deb kiritilgan bo'lsa, sizning shaxsingizni tasdiqlashda muammolar yuzaga kelishi mumkin va bu sizning nafaqa olishingizga to'sqinlik qiladi. Bu kabi xatolar ko'pincha oldingi qog'oz hujjatlardan elektron bazaga ma'lumot kiritishda yuz beradi. 5-chi nozik jihat yangi turdagi nafaqalar yoki imtiyozlar. Hukumat ijtimoiy himoyani kuchaytirish maqsadida doimiy ravishda yangi turdagi nafaqalar yoki imtiyozlarni joriy qilishi mumkin. Agar siz ulardan foydalanishni istasangiz, ushbu yangi tizimda ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz va o'z ma'lumotlaringizni to'liq yangilagan bo'lishingiz shart. Agar sizning ma'lumotlaringiz yangi tizimda mavjud bo'lmasa, siz hatto yangi joriy etilgan imtiyozlardan ham foydalana olmaysiz. Masalan, yaqinda joriy etilgan bolalar nafaqasini oluvchilar ham o'z ma'lumotlarini muntazam yangilab borishlari talab etiladi. Agar ularning oilaviy ahvoli o'zgargan bo'lsa, masalan, yashash joyi, oila tarkibi, buni tizimga kiritish zarur. Aks holda, noto'g'ri ma'lumot tufayli to'lovlar to'xtatilishi mumkin. Unutmang, bu muddat 2026 yil 1 may qat'iy belgilangan. Undan keyin hech qanday uzr qabul qilinmasligi, qo'shimcha imkoniyat berilmasligi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaro bu masalaga jiddiy yondashishi shart. Bu borada befarqlik qimmatga tushishi mumkin. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? Aniqlik kirituvchi ko'rsatmalar. Xo'sh, endi eng muhim savol, nima qilish kerak? Qanday qadamlar qo'yish kerak? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Bir oz ma'lumotlaringizni tekshiring. Birinchi navbatda o'zingizning shaxsiy kabinetingizni elektron hukumat portali ni.gov.uz orqali tekshiring. Agar hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'ting. Bu portalda sizning pensiya jamg'armasi, ish staji, oylik maoshingiz va boshqa ijtimoiy ma'lumotlaringiz aks etadi. Elektron imzo orqali tizimga kirsangiz, barcha ma'lumotlarni to'liq ko'rishingiz mumkin. Tekshirish jarayonida shaxsiy ma'lumotlaringizda ism, familiya, tugilgan sana, pasport seriyasi va raqami, xatoliklar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Ish stajingiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri kiritilganligini ko'rib chiqing. Ayniqsa 2019 yilgacha bo'lgan ish stajingizga alohida e'tibor bering, chunki bu davr ma'lumotlari ko'pincha qog'oz shaklida bo'ladi. Agar nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, nogironlik toifangiz va muddati to'g'ri aks etganligini tekshiring. Agar biror turdagi nafaqa yoki moddiy yordam olayotgan bo'lsangiz, u ham tizimda to'g'ri aks etganligiga ishonch hosil qiling. 2. Agar ma'lumotlaringiz to'liq bo'lmasa yoki xatoliklar aniqlansa, qayerga borish kerak? Davlat xizmatlari markazlariga, DOM yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Bu markazlarda sizga bepul konsultatsiya berishadi va kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishadi. Qanday hujjatlar yigish kerak? Pasport asli va nusxasi. Mehnat daftarchasi asli va nusxasi.
Agar elektron mehnat daftarchangiz bo'lsa, uning ma'lumotlarini taqdim eting. Diplom yoki ish stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar agar mavjud bo'lsa, masalan, harbiy bilet, o'qish guvohnomalari, oylik maoshlar haqidagi ma'lumotnomalar, agar sizning ish stajingiz 2005 yilgacha bo'lsa, pensiyani hisoblash uchun bu juda muhim. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivlardan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Bu jarayon sud orqali ham hal qilinishi mumkin. Nogironlik guvohnomasi yoki tibbiy mehnat ekspert komissiyasi, TMEH xulosasi nogironligi bor shaxslar uchun. Nikoh guvohnomasi farzandlarning tugilganlik haqidagi guvohnomalari oilaviy nafaqalar uchun. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar tarjimalari bilan. 3. Qanday ariza yozish kerak? Davlat xizmatlari markazlarida yoki pensiya jamg'armasida sizga standart shakldagi arizalarni taqdim etishadi. Bu arizalarda siz o'z ma'lumotlaringizni yangilashni, xatoliklarni tuzatishni yoki ilgari hisobga olinmagan ish stajini kiritishni so'rashingiz mumkin. Arizangizda muammo mohiyatini aniq va tushunarli qilib bayon eting. Masalan, elektron bazamda 1990-1995 yillardagi ish stajim aks etmagan. Ushbu davr uchun ish stajimni kiritishni so'rayman. Ilgari korxonasida ishlaganman. Arizaga barcha kerakli hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarni o'zingizda saqlang. Ularni faqatgina ko'rsatish uchun olib boring. 4. Muddatga rioya qiling. Barcha jarayonlarni 2026 yil 1 maygacha yakunlashingiz kerak. Muddat yaqinlashgani sari davlat xizmatlari markazlarida navbatlar ko'payishi mumkin. Shuning uchun bu ishni iloji boricha ertaroq, hoziroq boshlashni maslahat beraman. Qanchalik ertaroq harakat qilsangiz, shuncha xotirjam bo'lasiz. 5. Yordam so'rashdan cho'chmang. Agar sizga qiyinchilik tugilsa, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ularga bu videoni ko'rsating. Ular sizga tushuntirishda va hujjatlarni to'plashda yordam bera oladilar. Agar yaqinlaringiz yordam bera olmasa, mahalla faollari, faxriylar kengashi yoki ijtimoiy himoya bo'limi xodimlariga murojaat qiling. Ular ham sizga yo'l ko'rsatishi va yordam berishi mumkin. Agar umuman tushunmasangiz, MeGo.uz saytining ishonch telefonlariga yoki pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Bu jarayonni hozirdanoq boshlash orqali siz o'zingizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizni ta'minlaysiz. Ishni kechiktirmang, chunki bu sizning cho'ntagingizga bevosita ta'sir qiladi. Xulosa va yakuniy ogohlantirish. Aziz tomoshabinlar, bugungi video orqali men sizga juda muhim bir ma'lumotni yetkazishga harakat qildim. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini raqamlashtirish jarayonida 2026 yil 1 maygacha barcha fuqarolarning ma'lumotlari elektron bazaga kiritilishi shart. Agar siz o'z ma'lumotlaringizni tekshirmasangiz, yangilamasangiz yoki kerakli arizalarni taqdim etmasangiz, siz o'zingizga tegishli pensiyalar, nafaqalar va boshqa moddiy yordamlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu juda jiddiy oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun bugundan boshlab o'zingizning ma'lumotlaringizni tekshirishni boshlang. Yuqorida sanab o'tilgan amaliy maslahatlarga amal qiling. Bu sizning kelajagingiz va moliyaviy barqarorligingiz uchun muhim qadamdir. Bu mavzu bo'yicha sizning fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribalaringizni izohlarda kutib qolaman. Fikringizni albatta yozib qoldiring. Bu videoni yaqinlaringizga, ayniqsa keksa ota-onangizga, buvi va bobongizga yuboring. Balki ular bu haqda bilishmas. Ularga bu videoni ko'rsating va yordam bering. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar berishga ruhlantiradi. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo ogoh bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha